Farg'ona viloyati So'x tumani Hazrati Ali mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi muqaddas Hazrati Ali ziyoratgohiga noqonuniy qurilish qilgan holda ushbu noqonuniy qurilishini 1 yildan beri 40 ming AQSh dollariga sotaman deb yurgan tadbirkorni nima deb atash mumkin? Vatandoshlarimiz meni qo'limga ushbu hujjatni topshirishdi. Men buni ko'rib hayron qoldim. Gap shundaki, tadbirkor e-auksion platformasi orqali tog' bag'ridan yer sotib olib, ushbu xaritada ko'rsatilgan yer maydoniga qurilish qilmasdan Hazrati Ali ziyoratgohini o'rtasiga 1305-konturga mahalla aholi tadbirlar o'tkazadigan joyga qurilish qilganligi bu albatta jinoyat. Xalqimizni murojaatlariga deputat sifatida befarq bo'lmasdan men So'x tuman prokuraturasiga ushbu hujjatlarni topshirdim. Biroq So'x tuman prokuraturasidan qoniqarli javob olganim yo'q. Saylovchi yurtdoshlarimiz tomonidan takror bo'lganligi bois ushbu murojaatlarni men Farg'ona viloyat prokuraturasiga yo'lladim. Farg'ona viloyat prokuraturasidan bugun javob oldim. Albatta bu javob saylovchi vatandoshlarimizni qoniqtirdi. Chunki javobda aniq ko'rsatilgan. Farg'ona viloyat kadastr xodimining compliance mutaxassisi So'x tumanimizga kelib, shaxsan men bilan uchrashib, joyiga chiqib ushbu holatni xolisona o'rgandi. Natijasidan ushbu tadbirkor tog' bag'ridan sotib olgan yerga hech narsa qurmasdan shu mahalliy aholi tadbirlar o'tkazadigan joyga noqonuniy qurilish qilganligi aniqlandi. Meni ishtirokimda dalolatnoma tuzib olib ketilgandi. Murojaatda javob xatida ham xuddi shunaqa mazmunda menga javob qaytarishyapti. Albatta shunga ko'ra murojaatingiz yuzasidan to'plangan hujjatlar O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 329-330 moddalari tartibiga tergovga qadar tekshiruv harakatlarini o'tkazish uchun So'x tuman prokuraturasiga yuborilganligini menga ma'lum qilmoqda. Fursatdan foydalanib So'x tuman prokuraturasi xodimlaridan men shuni so'rab qolardimki, ushbu qonun buzarligiga ko'z yummasdan, bosdi qilmasdan qonuniy chora ko'rib, saylovchi vatandoshlarimizni murojaatlarini qondirish maqsadida ushbu noqonuniy qurilgan qurilmani buzdirib, o'zi qonuniy sotib olgan tog' barniga o'rnatishda hamda qonuniy qurilishni amalga oshirgan tadbirkorga qonun tartibida chora ko'rishingizni men sizlardan so'rab qolardim.